Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov yana muhokama markazida butun ijtimoiy tarmoqlarga tarqalgan videoda Andijon viloyatiga tashrif buyurgan Ozodbek Nazarbekov mahallalarda bo'lib o'tayotgan to'ydan xabar topib, shu yerga tezda yetib borgan va o'z qo'shiqlaridan u yerda ko'rsatgan va to'ying bo'lsa shunday bo'lsin degan g'aybullani ham yoniga olib olibdi. Birgalashib to'y xonadon egalarini to'y bilan tabriklashdi. Malades Ozodbek Nazarbekov, sizga respekt. Aslida Ozodbek Nazarbekov va bir nechta san'atkorlar tashrif buyurib, O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyatining bir necha san'at ishlari bo'yicha boshqa sohalar bo'yicha yig'ilishga kelishgan ekan, lekin to'yni eshitib borishibdi. Malades Ozodbek Nazarbekovga. İki ayağın seni, şer içinde